Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Ariza 6 avtomobilimizni obzor qilamiz. Xo'p, Ariza 6 avtomobilimizda 2026 restyling variant bo'lib chiqqani, old oblisovkalarni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham derski ishlangan, juda ham murskoy mashina bo'lib chiqqan. Xo'p, faralarimizda matrichniy LED fara bo'ladi. Xo'p, bu mashinamizni shahar ichida juda ham rasxodi kam, juda ham ekonomik mashina bo'ladi. Shahar ichida 7-8 ta rasxod qiladi maksimum. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, salonda podsvetkalarimiz bor, tashqaridan podsvetka tushib turadi. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, kojinli sideniya, hamma sideniyamizda kojadan qilingan bo'ladi. Zamat ko'rsak bo'ladi. Bunda hamma funksiyalarimiz bor. 360 kamera, 360 kamerani ham ko'rsak bo'ladi. Juda ham tiniq. Oldida, orqada hamma joyni olib beradi. Eshik ochiqligini ham даже ko'rsatadi. Hop, 360 kamera, adaptivniy cruise control bo'ladi. Adaptivniy polоса удержания rejimlarini ko'rsak bo'ladi. Ikkita rejimda yuradi. Sport va ekonomik. Ekonomik rejimda rasxodi juda ham kam avtomobilimizda. Hop, rasxodiga keladigan bo'lsak, dalniga chiqadigan bo'lsanglar, 6 tagacha rasxodi tushadi. Rasxodiga keladigan bo'lsak, shahar ichida 7-8 ta rasxod qilsa, dalniga chiqadigan bo'lsa, ekonomik rejimda yursalar 6-5,5 gacha tushadi. Xo'p. Salonimiz kojinli salon, diskamizni ham ko'rsak bo'ladi. 17 dyumli sportivniy diska qilib ishlab chiqarilgan. Двухцветный, ikkita tsvetniy bo'ladi. Orqasi ham juda ham keng. Ko'rsak bo'ladi. Orqa sidenkalarida ham abagrev sistemamiz bor. Plus mana bo'yim 180 dan baland bo'lsa ham oyog'im tiqilib qolmadi. Boshim ham yaxshi turibdi. Past stakanchiklarimiz bor. Juda ham oilaviy mashina bo'lib chiqqan o'zi ham. Orqada ham bemalol ketsanglar bo'ladi. Xo'p, akustikalarimiz Sony bo'ladi. 6 ta akustikamiz bor avtomobilimizda. Xo'p, bagajiga keladigan bo'lsak, xo'p, orqasini ko'radigan bo'lsak, faralarimiz splashnoy qilib chiqarilgan. Bu ham zo'r restyling variantga splashnoy fara. Orqasi to'liq yonadi. Aytganimizda 360 kamerasi bor, oldi orqa 3 tali parktronigimiz bor. Bu ham juda ham bezopasnostga yaxshi. Ayollarimiz hadiydigan bo'lsa ham bezopasnostga juda ham e'tibor berilgan. Bagajimiz 480 litr bo'ladi, juda ham katta. Tog'liga chiqsa ham hamma narsalari bilan oilaviy ko'chib ketadigan darajada chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizda nalichida bor, hamma ranglaridan bor. Mashinamizga 5 yil garantiya yoki 150 ming probegimiz bor. Hammani Ahmad Donish filialida kutamiz. Xudo xolasa hamma rangidan, hamma pozitsiyalaridan nalichida bor. Xudo xolasa bitta pasportda o'ziga avtomobil olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Hech qanaqa ish joylari muhim emas. Kelasizlar filialimizga bitta pasportingiz bilan kelsangiz, bir kunda oforming qilib mashinani olib chiqib ketasiz. Hammani Ahmad Donishda kutamiz.